Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Farishtalarning vazifalari. 12-si bachadonga tayin qilingan farishta. Bu farishta otadan onaning bachadoniga nutfa tushishidan boshlab uning rivojlanish bosqichlari haqida Robbisiga hisobot berib turadi. Homilaning o'g'il yo qiz bo'lishini, baxtli yo baxtsiz bo'lishini Robbisidan so'raydi. Quyidagi hadis bu farishta haqida xabar bergan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo bachadonga bir farishtani tayin qilib qo'ygan. U: "Ey Robbim, nutfa holatda, ey Robbim, alaqa holatda, ey Robbim, muzg'a holatda" deydi. Qachon Alloh taolo uning yaratilishini iroda qilsa, "Ey Robbim, o'g'ilmi yo qizmi? Badbaxtmi yo baxtlimi? Rizqi nima? Ajali nima?" deydi. Bas o'shanday qilib onasining qornida yoziladi dedilar. Bayhaqiy rivoyat qilgan. Muzg'a. Muzg'a lug'atda kichkina bir bo'lak go'sht ma'nosini anglatadi. Istilohda alaqadan keyingi bosqichdagi homila muzg'a deyiladi. Muzg'aning kattaligi bir chaynam go'sht miqdorida bo'ladi. 13-si tog'lar farishtasi. Ushbu farishtani Alloh taolo tog'larga tayin qilgan. Tog'lar farishtasi haqida quyidagi rivoyat xabar berilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning juft halollari Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan: "Ey Allohning rasuli, sizda Uhud kunidan ham shiddatliroq biror kun bo'lganmi?" deb so'rabdi. U zot: "Men qavming sababidan yo'liqqan edim. O'sha qiyinchilik kunida ular tufayli yo'liqqan narsam shiddatliroq bo'lgan edi. Men Ibn Abdu Ya'lil Ibn Abdu Kulolga taklif qilgan edim, ya'ni undan yordam so'ragan edim. U men xohlagan narsaga javob bermadi. Men xafa bo'lgan holatda yo'limga tushdim. Qorni Sa'libgacha to'xtamasdan yurdim. Boshimni tepaga ko'tarib, menga soya solib turgan bulutni ko'rdim. Qarasam, unda Jabroil bor ekan. U menga nido qilib, Alloh azza va jalla qavmingning senga aytgan so'zini va seni rad qilganlarini eshitdi. Ular to'g'risida xohlagan narsangni buyurishing uchun senga tog'lar farishtasini jo'natdi" dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam shunda menga tog'lar farishtasi nido qildi va salom berdi. So'ngra: "Ey Muhammad, Alloh qavmingni senga aytgan so'zini eshitdi. Men tog'lar farishtasiman. Meni Robbing xohlagan buyrug'ingni menga buyurishing uchun senga yubordi. Agar xohlasang ularning ustilariga 2 baland tog'ni ag'daraman" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga: "Balki Alloh ularning sulblaridan yolg'iz Allohga ibodat qiladigan, unga hech narsani sherik qilmaydigan kimsalarni chiqarishini umid qilaman" dedilar. Muttafaqun alayh. 14-si kezib yuradigan farishtalar. Ushbu farishtalar yer yuzida aylanib yurishga tayin qilingan. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummatlarining salomini yetkazib turadilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Alloh azza va jallaning yerda kezib yuradigan farishtalari bor. Ular menga ummatimdan salom yetkazadilar" dedilar. Ahmad rivoyat qilgan. 15-si duo farishtalari. Ushbu farishtalar do'stu birodarlar haqqiga maxfiy holatda xayrli duo qiladiganlarning ustiga tayin qilib qo'yilgan. Bu farishtalar duo qiluvchiga "Amin, senga ham shunday bo'lsin" deb turadilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Musulmon kishining birodari haqqiga maxfiy qilgan duosi mustajobdir. Uning boshida vakil qilingan bir farishta bo'ladi.
u birodari haqqiga xayrli duo qilgan paytda vakil qilingan farishta omin, senga ham shunday bo'lsin deb turadi degan edilar. Muslim rivoyat qilgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.